bitta chotki xabarim bor. Men ishga qabul qilindim. Ya'ni bizda oyna zavod ochilibdi mana bu yerda. Bu yerda to'g'ri oyna zavod qilishibdi. Taqillataman. Kiravering. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishga keldingizmi? Ha, men juda ham xursandman. Oyiga qancha berasizlar? Biz kunlik beramiz. Ya'ni kunlik emas. 64 ta qumga 10 ta oltin beramiz. Juda ham zo'r-ku. Ammo lekin bizda qum topish sal muammo. Mayli, men ishni boshlayman. Xo'p, birinchi o'rinda biza nima deydi? Boltalar olamiz. Bolta debman. Lopatalar olamiz. Ketamiz. Bizdani ishimizda unchalik ko'p pul bermas ekanmiz ham. Birinchi joydan qum chiqdimi? Bu yerda qum bor edi. Bular yangiga bilmaydi. Men esa bu yerdan olaveraman. Chunki bu yerda qumlar umuman kerak emas. Bu yerda chunki qumlar ishlatishmaydi. Nimaga bular o'zi oyna zavod ochgan bilmadim-u. Lekin boshqa joyga olib borib sotishsa kerak. Menga farqi yo'q. Men ishlasam bo'ldi. Boshqa zavodlarga ham ishga kirib, kechqurun ham ishlashim kerak. Lekin ozgincha bo'lsa ham dam olishim kerak. Bo'lmasa kasal bo'lib qolishim mumkin. Nimaga endi bunchalik arzon qilyapti bilmadim-u. Menda 10 ta oltin bor. Bir stak bo'ldi. Mana endi hammasini qaytib beraman. Bo'ladi. Nima qilishni bilmadim deb o'ylab yurdim. Endi men ishga kirdim. Endi men juda ham zo'r nima qilaman. Nima deydi? Hayot kechiraman. Bu yaxshi. Keyin esa itimga ham go'sht bermabman. Go'sht berib qo'yishim kerak. Mayli, birinchi bu yerdan ishimni qilib olay. Keyin go'shtni berib qo'ya qolaman. Hozir menga ish muhim, chunki judayam qimmat berar ekan men uchun. Yana bilmadim. Sizlar uchun balki arzondir-u. Lekin 20 ta oltin bor. Bu degani bu judayam zo'r deganda. Balki almasam berar. Bonus sifatida qayerdan bilaman men. Men unchalik ko'p ishda ishlamaganman. Mayli. O'zi bo'ladi. Kiryapti. Qolindi. Mayli, men birinchi betdan qazib olaman. Keyin esa ichiga tushaman. Juda yaxshiroq bo'ladi. Tezda ketgan olamanda va xursand bo'lib ketaman. Qarangda oldik hammasini nechta bo'ldi? 4 ta, 3 ta. Ya oqshom lekin juda ham beradimi? Buni tezroq bilaman. So'tdi. Bilmadim. Nerdan kelgani ham yo'q. Ko'ramiz bolalar. Yer baqirmasa, bu yerga olib hammasini yetib bo'lishmayman. Juda ham yaxshi. Va endi hozir borib bilan topshiraman. Judayam yaxshi, menga yoqdi bu ish. Lekin belim nimagadir g'alati bo'lib qoldi. Mana 64 tadan 184 ta stak bu judayam zo'r. Endi bular nima qilinadi? Ha, nechta olib kelding? 4 ta stak olib keldim. Bo'ldi, endi ertaga boshqasini olib kelaman. Xo'p, ol. 40 ta oltin ol. Xo'p. 40 ta qancha bo'ldi? Yetmasa kerak. 45 ta ketdi. Mana 40 ta oldim. Bo'pti.
Yana qo'shimcha ish bo'lsa aytavering. Как раз bitta qo'shimcha ish bor. Hozir bu qumlarni qayta ishlab chiqarasan. Qanday? Pechkalarda uni yondirib oynaga aylantirasan va men har bitta har 30 ta oyna uchun men senga 7 ta deb adashib ketdim. 5 tadan oltin beraman. Yaxshi-ku, mayli bo'pti, ishini boshladim unda. Lekin unchalik qiyin emas ishim, lekin qo'shimcha ish ham yaxshi. Men uchun bo'ladi. Nechta bo'larkan endi? Puli bilmadim-yu, lekin menga yoqmayapti. Nimagadir. Nimadir qaradi, lekin pulini oldim. Men o'yladim, pul bermaydi bular deb o'yladim, pulini oldim. Yaxshi. Men hali unchalik katta bola emasman. Atigi 19 yoshman. Короче, endi nima qilamiz? Hozir bularni men ketdim, qayta ishlab chiqarilgandan keyin kelaman. Xo'p, bo'pti, bor. Pul, endi pulim ham bor. Pulim ancha ko'paydi. Bu judayam yaxshi bo'ldi. Mayli, endi nima qilaman? Bularni solaman. 54 ta, yana 10 ta bo'lsa 2 stak oltin pulim bo'ladi. Bu men uchun judayam katta yutuq. Chunki bunchalik oddiy ish qilib men unchalik ko'p pul topmagandim. Yaxshi, endi tuxum tug'ibdimi? 2 ta, 3 ta, 4 tami tug'gan. Bo'ladi, mayli. Olamiz. Bularni ham tuxumlarni yig'ib sotib yuboraman. Chunki menda tuxum yeyish uchun sharoit yo'q. Tuxum bo'libdi. Bu judayam yaxshi. Men uchun yaxshi. Jon berishim kerak bularga, jin ursin. Jonim yo'q. Ikkita bor ekan, yo'q. Bularni men fermamga borib kelishim kerak. Fermamga borib donni olaman. Fermamda anchasi bitib qolibdi. Yaxshi, bunisi judayam chotki. Mana pishib qolibdi hammasi. Qaysi ham qolgan. Judayam yaxshi. Bularni olaman. Keyin endi sabzilarni ham ekib chiqaman. Bu juda yaxshi biznes. Men uchun endi bu yaxshi. Ular endi nima qilaman bilasizlarmi? To'g'lan ovqatlantirib, sabzilar uchun do'kon ochsam ekan degan savollar kelyapti, lekin yo'q, hozircha sabzilarim kam. Ya'ni 30 tasi 1 kilo bo'lsa, menda hozir почти 1 kilo bor ekan, 1 kilogina sabzi terdimmi shunda. Lekin ekkanlarim ham bor. Bularni qo'yib qo'yaman va bularni berib yuboraman. Yaxshi, baribir. Men uchun bu judayam zo'r biznes. Biznesim yaxshi rivojlansin. Yaxshi, yana bitta tug'ibdi. Yana beraman ovqat. Bo'ladi, endi qo'yaversa menga hech ham farqi yo'q. Men boyib ketyapman. Xudo xolasa yangi uy olaman. Bu uyda yashamayman. Yaxshi. Hozir bitta narsani to'g'riladi do'stlar, hozir. Mana bo'ldi, endi realniy bo'ldi. Ana endi nima qilaman hozir? Qaranglar. Birinchi o'rinda men hozir borib, nima qilsam ekan? Merni oldiga boraman. Yuguraylik merni o'rniga, oldiga. Adashib ketdim. Xo'sh. Muncha kelaverasan, jonga tegding-ku. Ayyo, men muhim masalada keldim. Короче, bitta narsa aytishim kerak. Men yangi uy olmoqchiman. Qanaqa uylar bor? Bilmadim, endi temirchini uy bo'ladimi, kattagina? Yo'q, u bo'lmaydi.
Mayli, o'zim uy topaman shahardan. Ne, qayerga ketyapsan? Shu shaharga ketmoqchiman, pul ketmoqchi. Yo'q, ketma. Sanga biz sanga kerakmiz da. Adashib ketyapman. Nima deydi? Sen bizga keraksan. Shu mayli. Bir nima bo'ladi. Nima qiladi, to'layadi. Xo'sh, nima qilaman endi? Kechqurun ham yurgim kelmayapti. Birinchi endi hozir uyga boraman. Uyimga kirmay biroq ko'ring yo'qoling. Ko'ring. Uyimga kiraman, tag'in. Mayli. Uxladim va ertaga nimadir